Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan koreys tilidagi navbatdagi grammatik qo'shimchalarni ko'rib chiqamiz. Va bizda grammatika degan so'zimiz mana bu shaklda yozilar edi. Koreys tilimizda munpop degan shaklda bo'lar edi. Bu narsani eslab qolamiz. Hop, birinchi grammatikamiz ko'radigan narsa gaplarda sa degan tushunchani olib keluvchi qo'shimcha shaklini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Bu narsa sifat bilan fe'llarga qo'shiladi. Qo'shilish shakliga keladigan bo'lsak, mana bu umyon degan narsa sa degan tushunchani beradi yoki bo'lmasam gapning birinchi yoki ikkinchi shaxsligiga qarab turib sam degan tushunchani ham berib qolishi mumkin bu. Ya'ni gapni birinchi shakli bilan keladigan bo'lsa sam, ikki yoki uchinchi shaxsda gapini gapirayotgan bo'lsak sa degan tushunchani olib keladigan grammatik qo'shimcha. Bu sifat bilan fe'llarga qo'shiladi. Endi undosh bilan tugaydigan bo'lsa, bizda yaxlitlik, ya'ni umyon degan shakli bilan qo'shib ketaveramiz. Endi bu narsa shunchaki unli harf bilan tugaydigan bo'lsa, myonda o'zini qo'shish bilan kifoya qilamiz. Buni misollarda ko'rib chiqsak. Misol uchun chibe kamyon pam mogoya. Mana bizda kelyaptiki, chibe ya'ni uyga borsam gap birinchi shaxs yoki bo'lmasa mana bu joydan shaxsini qo'yadigan bo'lsak, 2-3 bo'ladigan bo'lsa, uyga borsa deb tarjima qilamizda, pammoga ovqat yedi. Bu bizda mana bu myonda o'zini qo'shayotganimiz nima uchun? Bizda mana bu kadadagi oxirgi a harfi bizda unlilar toifasiga kirgani uchun myonda qo'shib ketyapmiz. Endi biz undosh bilan tugasa qanday qo'shilishligini ham ko'rib chiqamiz. Hakyo eso chegil ilgimyon kiyogi chal namayo degan so'zni qo'shyapmiz. Mana bizda kelyaptiki, myon degan shakli. Chegil ilkta deb turib, ya'ni ikkita deb o'tgan darslarda biz yodlagan edik. Ya'ni maktabda kitobni o'qisam yoki bo'lmasam shaxs qo'yadigan bo'lsak, maktabda kitobni o'qisa xotirasida yaxshi qoladi degan narsani ifoda qilyapmiz. Qo'shilishi juda ham oson, unli undoshiga qarab qo'shiladi, sifat bilan fe'llarga qo'shilib, tarjimasi bizning ona tilimizdagi sa yoki sam degan tarjimani olib keladigan qo'shimcha. Xo'p, bu narsa tushunarli bo'lsa, yozib olamizda. Keyingi grammatikamizga ketdik. Keyingi grammatikamiz biz o'tgan darslarda yana ma'lumki, kelasi zamon qo'shimchalarini sizlar bilan ko'rib chiqqan edik. Endi koreyslarda shunday narsa borki, hurmat bilan gapirish, tabaqalanish juda ham kuchliligini hisobiga grammatik qo'shimchalar hurmatni ifoda qiladigan grammatik qo'shimchalar bor. Yoki bo'lmasam pastroq, quyiroq kishiga nima deydi, murojaat qilgan paytda ishlatiladigan grammatik qo'shimchalar bor. O'shanda qo'shimchalardan biri hisoblanadi. Kelasi zamon turkumiga kiradi bu narsa va bu hurmat bilan kimgadir murojaat qilayotganimizda ifoda qilinadi. Mana bu shakl. Ya'ni get deb o'qilinadi. Buni sifat bilan fe'llarga bir tekis qo'shib ketaveramiz. O'tgan darslarimizda ma'lum bu narsa. Endi buni misollarda ko'raylik. Misol uchun aboji bizda ota edi. Aboji chega hakyoye kagessoyo yoki kagessimnida deyorsak ham hech qanday narsa o'zgarmaydi. Nima o'zgaradi bizda? Uslub o'zgaradi, rasmiy uslubga. Ya'ni dada yoki ota men maktabga boraman degan narsani kal qo'yiyo, ya'ni sizlar bilan o'tgan darsda il qo'yiyo degan shaklni o'rgangandik. Ana o'sha shaklda ham qilsak bo'ladi, lekin mana bu shaklda ishlatar ekanmiz, bolalar esda tursin. Biz suhbatdoshga nisbatan hurmat bilan murojaat qilayotganligimizni ifoda qilamiz mana bu bilan. Endi pabil monjo mokessimnida, ya'ni ovqatni birinchi yeyman degan narsa bo'ladi. Kelasi zamonda hali ish xatti-harakat bajarilmadi, to'g'rimi? Va mana bu shakl bilan aytyapmizda, biz mokessimnida degan shaklda tuzib olyapmiz, hurmat shakli bilan. Ya'ni bobolar yoki yoshi katta bir insonlarning oldida o'tiribmiz, ular ovqatlangan, lekin boyagina bizga kechikib qoldik, ovqat kechroq keldi. O'sha paytda hurmat yuzasidan qarasizlar, pabil chega pabil monjo mokessimida, men ovqatni birinchi yeyveraman, garchi ular yeb bo'lgan bo'lsa ham. Ya'ni bu hurmat, odob axloq doirasida to'g'ri keladigan tushuncha. Hop, bu grammatikamiz ham tushunarli bo'lsa, keyingi grammatikalarga ketdik. Hop. Keyingi grammatikamiz bizda seyo. Boya aytganimizdek, norasmiy uslubimizda ham hurmat bilan gapirishni xohlab istab qoladigan bo'lsak, bizda mana bu seyo yoki seyo degan narsa qo'shiladi. Mana bu joyini biz shundoqqina o'zgartirib qo'yamiz. Bu otga deb xato yozilib qolibdi. Sifat bilan fe'llarga seyo shakli, otga seyo degan shaklni qo'shamiz. Bu nimani beradi? Gapda hech qanday tarjima bermaydi. Suhbatdoshga nisbatan faqatgina biz hurmat bilan gapirayotganimizni, uni iltifot qilayotganligimizni ifoda qiladi xolos. Boshqa hech narsani bermaydi. Misol uchun, omoniga chibe qaseyo. Mana bu joyda biz qo'shdik, ya'ni onam uyga ketyapti. Vodiy aholisida shunday narsa bor, lar deb qo'shadi ko'p holat, dadamgila, oyimgila deb turib va unda bir nechta otam yoki onam deb turib aytmaydi. To'g'rimi? Bitta, faqatgina hurmat yuzasidan lar qo'shadi. Bu shunaqangi qo'shimcha deb tushunsalaring o'zlaringizga osonroq bo'ladi. Ya'ni onam uyga ketyaptilar degan narsa bo'ladi tarjimasida. Ya'ni hurmat yuzasidan. Endi
otlarga qo'shiladigan shakli bo'ladigan bo'lsa, ibuni che aboji seyo, ya'ni bu kishi mening otamlar degan narsa bo'ladi. Ya'ni ota o'zi bitta, to'g'rimi? Lekin biz hurmat shaklida larni qo'shyapmiz-da. Otamlar bu kishi dadam yoki bobomlar deb turib aytadigan bo'lsak, mana bu shaklda qo'shar ekanmiz seyo. Bu shunchaki hurmatni bildirar ekan. Xo'p, buni ham daftarimizga yozib olamiz va sizlar bilan uyga vazifa qismiga o'tamiz. Bugun noodatiy holatda sizlarga uyga vazifa bermoqchiman. Shu paytgacha biz so'zlar, mavzuga doir narsalarni ko'rdik. Endi bugun sizlar bilan ozroq mevaga doir narsani uyga vazifa qilib berishlikni niyat qildik. Xo'p, birinchisi sagva, olma. Undan keyingisi oranji, apelsin degani. Podo, bizda uzum. Poksunga, shaftoli, te, nok. Peni eslab qolinglar, bundan keyingi ma'nolari ham bor. Bu qayiq degan ma'noni beradi, qorin degan tushunchalari ham bor. Biz hozir faqat mevalarga oid bo'lgan qismini ko'rayotganligimiz uchun nok qismini o'rganamiz. Undan keyin salgu, bu o'rik. Mana bu so'zlarni yaxshilab yozib olamizda, yanagi darslarda sizlar bilan ko'rishguncha xayr.